Sizlar bilan soliq ma'lumotini hal qilamiz. Farqi yo'q, eslatib o'tamiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Libay davlat solig'i bo'lsa, hal qilib beramiz. Soliq hal qilish do'stlar, O'zbekiston solig'i 99 ming so'm. Agar boshqa davlatniki bo'lsa, qimmatroq bo'lishi mumkin. Nimaga desanglar, eshitib turinglar, nimaga desanglar, ayrim payt soliqni qabul qilmaydi. 3 marta to'ldirasizlarmi, 5 marta to'ldirasizlarmi, farqi yo'q. Soliq ma'lumotini qabul qilmaydi. Shunaqa ko'p keladi bizga, aka solig'im o'tmayapti, 3000 dollar pulim bor, 1000 dollar pulim bor, ko'p bo'ladi. O'shanda holatlarni ham hal qilib beramiz do'stlar. O'shanaqa holatga tushib qolgan bo'lsa, adsensiz u sal brak sifat adsensiz bo'ladi, lekin hal qilib beraman. Brak sifat adsensiz bo'ladi, uni ham lekin do'stlar hal qilib beramiz. U sal kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishamiz xolos. Aloqaga chiqaverasiz. O'zbekiston adsenslari do'stlar standart 99 ming so'm. Вообще zo'r narx. Xo'p, demak, mana soliqni sizlar bilan birgalikda hal qilamiz. Mana bizda do'stlar shaffoflik deydi-ku. Mana xohlovchilar o'zi videolarimizga qarab bemalol do'stlar hal qilib olsanglar bo'ladi. Biz yashiradigan joyimiz yo'q. Men videoni kesmayman, bilasizlar. Montaj qilmayman, vaqtim yo'q. Tap joyida hal qilib shunaqa o'qib tashlaymiz, joylab tashlaymiz. Xo'p, mana ko'rasizlar mana. Bu solig'imizni so'roq o'tib ketgan. Отправить новый forma qilasizlar. Farqi yo'q. Sizlarda ham so'roq o'tganmi, o'tmaganmi, hammasi standart do'stlar. Mana shunday qilasizlar. Nima qilinadi? Bu yoqqa parol kiritiladi. Parolni kiritasizlar. Aytib o'tganimdek do'stlar, bizda ochiqlik deydi-yu. Dani bosish kerak ekan. Mana joy yomonda. Egasiga aytyapsiz, dani bosing. Aytib o'tganimdek do'stlar, men montaj qilmayman videoni. Mana real qanday bo'lsa shunday holatda hal qilib beramiz. Soliq ma'lumotini agar to'ldira olmasanglar, biz o'zimiz professional holatda hal qilib beramiz do'stlar. Xo'p, dani bosildi mana. Faqat tez to'ldiraman do'stlar men. Shu joyi bor. Iloji boricha vaqtdan yutish maqsadida sizlarning ham vaqtinglarni olmang. Tez to'ldirib ketaman. Shunga qarab to'ldirib olsanglar bo'ladi yoki bizga 99 lik 791 32 32 Telegramdan yozsanglar, aytib o'tganimdek 791 32 32 99 lik nomer. 99 lik 791 32 32. Telegramdan aloqaga chiqsanglar, do'stlar, сразу momentalni maksimal 10 minutda hal qilib beramiz. Uzoq 15 minut bo'lishi mumkin, soliq masalasi osonroq. Shunaqa do'stlar. Bitta mana davlatga O'zbekiston tanlaysizlar. Qani biz O'zbekiston. O'zbekiston majburiy sal odamda. O'zbekiston. Mana O'zbekiston tanlaysizlar. Bu yoqdan 9 ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bittan 9 ta raqam kiritadi. Soliq raqamini kiritasizlar, bilasizlar, u soliqda yozilgan bo'ladi xullas. Bu yoqqa manzil Shahrisabz. Menimcha Qashqadaryo deydi, Shahrisabz. Xo'p, Qashqadaryo. Bu yoq shu pochtaviy adres bilan bir xil degan ma'no bo'lyapti. Daliya bosilinadi. Xo'p, keyingi narsa. Bu do'stlar da bosilinadi. Nima uchun? Bizda soliq imtiyozi bor-da. O'sha SSR paytida do'stlar Amerika bilan shartnoma tuzilgan. Shartnoma qanaqaki? O'zbekiston fuqarolariga, ya'ni SSR fuqaro o'sha payt SSR tarkibida bo'lgan-ku, SSR fuqarolariga degan agar kelajakda shu nechadir yillardan keyin kelajakda xudo xolasa internetdan pul topilinsa, soliq to'lamaydi degan shartnoma qilingan, tuzilgan, qaranglar. Kelajakda ko'ra olganda ular. O'sha SSR paytida shartnoma tuzilgan Amerika bilan agar internetdan pul topsak degan, bizning fuqarolarimiz internetdan topilgan pulga soliq to'lamaydi degan shartnoma tuzilgan. Shuni hisobiga do'stlar biz soliq to'lamaymiz. O'sha paytda O'zbekiston SSR tarkibida bo'lgan o'sha shartnomaga binoan, endi hozir O'zbekiston mustaqil davlat, lekin o'sha shartnomaga binoan oldin tarkibida bo'lgan-ku, shuni hisobiga do'stlar soliqdan biz imtiyoz bor bizga. Shunaqa. Xo'p, lekin o'sha paytda qo'yil qo'yganman, o'sha o'tgan asrda tuzilgan shartnoma do'stlar hali ham o'z kuchida turibdi. Mana soliqimiz bir zumda hal bo'ldi. Tamom, assalom, adabrena. Qancha vaqt ketdi? Minut ko'rsatmar ekan bunda. Xo'las do'stlar, shu yordam kerak bo'lsa 99 da 791 32 32. Salomat bo'ling. YouTube bo'yicha Libay xizmat do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar.